Bu mening onam deya barcha onalarning ko'nglini xushnud etadigan xonanda 42 yoshni qarshiladi. Otasidan erta yetim qolib, 19 yoshli akasini yo'qotgan. Birgina qo'shiq bilan tanilgan u, ammo tuhmatlarga uchragan. Hozirda esa eng ko'p birovlarga chiqadigan xonandaning hayot yo'liga nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Siz men uchun eng yaxshi inson deya dadalarni madh etuvchi qo'shiq kuylagan Malika Ravshanova otasidan juda erta ayrilgan. Uning otasi Ravshan aka 27 yoshida olamdan o'tgan. Xonanda otasining ismi o'zining ismi bilan doimo yonma-yon tilga olinishini istab, Ravshan ismidan familiya sifatida foydalanadi. Bolalik gashtini his qilmay katta bo'lganman. 15 yoshimga qadar erta-indin otam qaytadi degan umid bilan yashaganman. Biz-ku otasiz qiynalganmiz, onamga esa ikki hissa qiyin bo'lgan. O'sha paytlarda gilam to'qish sexida ishlardi. Uyga kelib kelinlar sarposiga kashta tikardi. Onam qiynalib pul topayotganini ko'rganim uchun biror marta qo'g'irchoq yoki shirinlik olib bering demaganman. Hatto katta tanaffus paytida dugonalarim oshxonaga chiqib, u bu narsa olishsa men sinfda qolardim deydi Malika Ravshanova. Hayotda kechirolmaydigan insonlarim bor. Kechirolmaganlarim begona bo'lganida bunchalik qalbim yaralanmas edi. Biroq kechirolmagan insonlarim qatorida o'zimning eng yaqinlarim bor. Dadam o'tgan kundan boshlab yetimlar haqqini talon-taroj qilishgan. Ularni kechira olmayman. Yetimning haqqi hech qachon hech kimda qolib ketmaydi. Bu narsa bizni tez ulg'aytirdi. Bolaligim qiyinchilikda o'tgan. Oilamiz moddiy jihatdan ko'p qiyin kunlarni boshidan kechirgan. Oilada 3 farzand edik. Akam bolalikdan onamga ro'zg'or ishlarida ko'maklashishga harakat qilardi. Rahmatli shu darajada mehribon ediki, qishda singlim ikkimizni hovliga chiqarmay, ishlarni men qilaman, hovliga chiqmanglar deb uqtirardi deydi xonanda. Xonanda beva ayollarga qanchalik qiyin ekanligini onasining boshidan o'tkazgan qiyinchiliklar orqali biladi albatta. Dunyoda yomon onalar bo'lmaydi. Bolasiga kimdir nimadir qilsa, birinchi kuyib yonadigan ona bo'ladi. Onamning ko'p vaqti pul ishlab topishga ketardi. Gilam to'qirdi, kashta tikardi, non yopardi, tikuvchilik qilardi. U erta sahar 6da ketib, kechki 6da qaytardi. Kuzda maktab uchun kerakli narsalarni olib beray deb yozda ishlardi. Harakat qilardi. Bir safar ishlab menga, keyin yana akamga o'quv qurollari olib berardi. Ammo bir safar sumka olib berolmay, daftarlarni paketga solib olib boringlar deydi xonanda. Bir yili qish qattiq keldi. Qor, yomg'ir yog'di. Oyog'imda etik yo'q edi. Keyin opam paket kiyib borasanmi deb o'ylagan. Etigimdan suv o'tayotgan bo'lsa ham maktabga borsam bo'ldi deb kiyib boraverganman. O'shanda dadam tushimga kirganda, u oldimga kelib oyog'imga etik kiydirib ketgan. O'sha paytda bola bo'lsam ham etigim yo'q deb xafa bo'lmaganman. Hozir o'ylab ko'rsam onamga oson bo'lmagan ekan deydi xonanda. Malika Ravshanovaning akasining bevaqt o'limi oila a'zolari uchun og'ir zarba bo'lgan. Zafar akam 19 yosh edi. Haligacha Jizzaxdagi ota uyimga borsam, qo'ni-qo'shnilar akang boshqacha bola edi. Qo'ldan kelganicha hammaga yordam berardi deb eslashadi. Afsuski akam hech narsaga ulgurmadi. Undan birgina zurriyot ham qolmadi deb ko'p siqilaman. Akamning o'limi tasodif bo'lgan. Uning sog'ayib ketishini intiqlik bilan kutgandik. Afsuski umri shunda yakun topishi kerak ekan. Amakim katta yuk mashinasini haydardi. Uning balonini almashtirish kerak bo'lgan. Akam mashina baloni tagiga lom qo'yib, uni almashtirmoqchi bo'lgan. G'ildirak diskasi joyidan siljib, uning boshiga kelib tushgan. Zudlik bilan shoshilinch ravishda uni kasalxonaga olib borishgan. 11 kun davomida jonlantirish bo'limida davolashgan. Akam ko'zini ochishini intiqlik bilan kutgandik. Onam bilan kasalxona hovlisidagi o'rindiqda soatlab o'tirib, shifokorlarning xabarini kutardik. Afsuski shifokorlar bandalik ekan deyishgan. Eng alam qilgani akam umrining so'nggi damlarini uyquda o'tkazgan. Ichidagi gaplarini aytolmagan deydi xonanda. Xonanda akasining o'limidan keyin onasi ruhiy tushkunlikka tushib qolgani va uni Toshkentga olib kelishga qaror qilgani haqida so'zlab berdi. Akamning o'limi oilamiz uchun og'ir zarba bo'lgan.
Dadam rahmatli 27 yoshida vafot etgan. Onam turmush o'rtog'idan keyin bosh farzandini ham yo'qotishni tasavvur qilolmasdi. Ammo peshonada yozilgani bo'larkan. Akam o'lganidan keyin u bilan bog'liq xotiralarni eslamaslik uchun uydagi hamma narsa, hatto idish-tovoqlargacha tarqatib yubordi. Uyimizda akamni eslatuvchi hech narsa qolishini istamagandi. Men u paytda Toshkentda o'qirdim. Onamning Jizzaxda qiynalayotganligini ko'rib, uni Toshkentga chaqirdim. Avvaliga ikkimiz ijara uyda turdik. Undan keyin pul to'plab uy sotib oldim. Darsdan keyin to'ylarga chiqardim. Tirikchilik qilishga majbur edim, deydi xonanda. Malika Ravshanova oilaviy bizneslari haqida to'xtalib o'tdi. Maqom bo'yicha o'qiganman, ko'plab tanlovlarda ishtirok etganman. Ammo pul bo'lmasa ijod qilish imkonsiz edi. Shu bois turmush o'rtog'im bilan tadbirkorlik bilan ham shug'ullanishga qaror qilganmiz. Hozirgi kunda sayohat agentliklari ishlab chiqarish hamda fermerchilik bo'yicha ham ishlaymiz. Ayrimlar o'ylaganidek turmush o'rtog'im badavlat inson bo'lmagan. Oila qurganimizda ikkimizning moliyaviy sharoitimiz bir xil edi. Hamma narsaga o'z mehnatimiz bilan birgalikda erishganmiz, deydi xonanda. Bu mening onam ko'rsatuvning sobiq boshlovchisi Shoira Mirsodiqova bilan qanday tanishganini va bundan nega ranjigani haqida gapirib o'tgan. U bilan san'atkorlarning Telegram guruhida tanishganman. Sotiladigan uy so'ragan, men yaxshilik qilish umidida unga bilganimni aytganman. Keyinchalik esa u oilaviy kanalda ishlashini hamda istasam bitta ko'rsatuvda pul evaziga chiqarishini aytdi. Boshqalarga falon so'm, bizga buncha dedi. Umuman ko'rsatuvda chiqish niyatim yo'q edi. Turmush o'rtog'im mayli chiqavering deganidan keyin oddiy uy bekasi sifatida ko'rsatuvga olib chiqdi. Ko'rsatuvning xarajati bor deganda. Ammo vaqt soati kelib operatorlarning oldida pulni olishga xijolat bo'ldi. Agar hammasi ochiqchasiga bo'lganida bunday qilmagan bo'lardi. Xullas shu orqali tanishdik. Shundan keyin yana bir nechta ko'rsatuvlarida hatto bolalarimni chiqarish uchun ham pul so'radi. U paytlari 3-farzandim chaqaloq bo'lgani uchun ko'chaga chiqa olmasdim. Nodira degan tanishimiz bilan uyimga kelib, bu mening onam ko'rsatuvi haqida birgalikda o'tirib gaplashganmiz. Siz homiylik qiling, ko'rsatuvning ilk sonini telekanalga olib boramiz degan. Men musiqasiga javobgar bo'lganman va o'z hisobimdan musiqa yaratganman. Shoiraga so'zlarni aytib turdim degan gaplari ham yolg'on. Chunki shuncha hit qo'shiqlarni yaratgan Rislig'o'y Xotam va kimningdir o'rgatib turishiga muhtoj emas. Ko'rsatuv formati avvaliga butunlay boshqacha edi. Telekanal rahbarlari kelishib uni o'zgartirishni so'rashgan. Aytmoqchi bo'lganim, ko'rsatuv ham qo'shiq ham bir insonning g'oyasi asosida yaratilgan emas, deydi Malika Ravshanova. Boshqa xonandalar singari Malika Ravshanova bilan ham jiddiy yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va bir necha yil rulga o'tira olmagan. Bu haqda uning o'zi ham kuzatuvchilariga aytib bergan. 2008-yili Jizzaxga to'yga ketayotganimizda jiddiy yo'l transport hodisasiga uchraganmiz. Ya'ni yo'ldan eshak chiqib qolgan. Biz ketayotgan mashina haydovchisi uni urib yubormaslik uchun mashinani chetga olgan. Baxtga qarshi mashina beton to'siqqa borib urilgan. O'shanda mashinaning yarmi yo'q bo'lib ketganda. Undan keyingi voqealarni eslolmayman. Ko'zimni ochganimda Toshkentga olib kelishganini aytishganda. 1,5 oy davomida o'rnimdan turmay davolanganman. Chunki umurtqam jiddiy shikastlanganda. Shu voqeadan so'ng 8 yil rulga o'tirishga qo'rqqanman. Turmush o'rtog'im xorij safaridan ko'p bo'lgani uchun mashina haydashga majbur bo'lganman. Agar shu majburiyat bo'lmaganida rulga o'tirish fobiyam aylanib qolgan bo'lardi, deydi Malika Ravshanova. Xonanda oilali 3 farzandning onasi. Xonandalikdan tashqari oilaviy tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Xonanda kenja qizining mingtadan bitta odamda uchraydigan kasallikka chalinganini va gematologiyada davolangani haqida gapirdi. Odamlar har doim baxtli, hech narsadan kami yo'q. Malikani ko'rishadi. Shundoq ham insonlarning dardi o'ziga yetarli. Lekin mening ham ich-ichimdan yig'lab tong ottirgan kunlarim bor. Alloh kimningdir farzandi bilan kimningdir boshqa yaqin insoni bilan sinaydi. Kichkina farzandimizni hech kimga ishonmay juda erkalatib yurardik. Ko'z bor narsa deyman. Instagramga ham rasmlarini qo'ymayman, qo'ysam muxlislar kichkinangizni sog'indik deb yozishadi.
uni juda yaxshi ko'rishadi. Bir kuni Solihamiz mingtadan bitta odamda uchraydigan kasallikka chalinib qoldi. Turmush o'rtog'im ikkalamiz birga bu sinovni Alloh bandam ushbu sinovni qanday yengib o'tadi, qanday sabr qiladi degan ma'noda berdi deb tushundik. Turmush o'rtog'im bag'rini yerga berib yotdilar. Gematologiya shifoxonasida yotibmiz. Karantindan avval bo'layotgan gaplar. Onam umra safariga borib kelganlaridan keyin hali men Malika Ravshanova bo'lib tanilmaganman. Xo'jayinimning biznesi gurkirab yashnagan payti. Ular farzandimizning kasalligini bilib, bittada bukilib qoldilar. Gematologiyada yashab, u yerda qanchalik hayot bilan kurashayotganlarini ko'rdim. İnsonlarning dardini his qildim. O'shanda mo'jiza ro'y berib, qizimiz tuzalib ketdi. Shifokorlarimiz ham Xudoga aytgan yaxshiliklaring bor ekan. Mingtadan bitta holatda sizning farzandingiz tuzaldi degan. Bitta xonanda biz bilan yotgan bemor bolaning onasi bilan hozirgacha gaplashib turamiz. U tuzalmadi. O'shanda qizim qattiq shamollaganidan qondagi trombotsitlar miqdori tushib ketgan ekan. Bunday holatda organizmda qon ifimay qolar ekan. Bu holat er-xotin ikkimizni ham ruhan sindirib qo'ygan. Har gal oladigan paytimizda nimadir bo'lib ololmay qaytardik. O'sha yildan boshlab turmush o'rtog'im ishxonaga korporativlar, tug'ilgan kunlarni qilishni to'xtatganlar. Bunday tadbirlarga ketadigan mablag'ni gematologiyada kasal bo'lib yotganlar dorilariga ishlatsinlar deb pulni bemorlarga beradigan bo'ldilar, deydi xonanda. 42 yoshli xonanda Malika Ravshanova bu yili 4-marta ona bo'ldi. U 28-aprel kuni jajji qizaloqni dunyoga keltirdi. Malika Ravshanova o'ziga berilgan sovg'alarni juda qadrlaydi. Hatto 1-marta ishlatgan iPhone'ini ham sotib yubormay olib qo'ygan. Turmush o'rtog'i bu yilgi tug'ilgan kuniga so'nggi rusumdagi iPhone sovg'a qildi. Xonanda bayramlar bob qo'shiqlari sabab bir sutka ichida eng ko'p birovga chiqadigan xonanda. Ma'lumotlarga ko'ra, u bir kunda 10-12 tadan ortiq to'y hasham, beshik to'y, kelin salom, ota-onalarni tabriklash, yubiley va boshqa xizmatlarga chiqadi hamda O'zbekistonda eng ko'p birrovchilardan biri hisoblanadi.